Yangi O'zbekiston, yangi marralar, yangi g'alabalar, yangi imkoniyatlar mamlakati. Keyingi yillarda prezidentimiz tomonidan yoshlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib sharoitlarni yaratib berish, yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish masalasi davlat siyosati darajasigacha ko'tarildi. Bu jarayonda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari alohida jonbozlik ko'rsatib, eng chekka hududlarda ham sport infratuzilmani yaxshilashga, yoshlarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishga munosib hissalarni qo'shishmoqda. Birgina 5 tashabbus Olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasi minglab sportsevarlar orasidan iqtidorlilarni kashf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2021-yildan boshlab mamlakatimizning 9 mingdan ortiq mahallalarida istiqomat qiluvchi yoshlar miqyosida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari o'tkazib kelinayotgani qishloq yoshlari orasidan mahoratlilarni saralash imkonini bermoqda. Xususan ushbu musobaqalarda har yili Farg'ona viloyatining barcha mahallalaridan 2000 dan ziyod jamoalar tarkibida 30 ming nafardan ortiq yoshlar faol ishtirok etib kelishmoqda. E'tiborlisi, farg'onalik futbolsevarlar har yili Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining respublika bosqichlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishmoqda. Asosiysi, o'tkazilayotgan ushbu musobaqa mahalla yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazib, yangi Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov singari mahoratli charimto'p ustalarini kashf etmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining bu yilgisiga ham katta taraddud ko'rildi. Joylarda targ'ibot va tashviqot tadbirlarining olib borilishi natijasida musobaqada ishtirok etishga qiziqish bildirgan jamoalar soni ortdi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining Marg'ilon shahridagi ochilish marosimini kuzatganimizda bunga yana bir karra amin bo'ldik. Marg'ilon shahrida 56 ta mahalla, 711 ta ko'cha mavjud bo'lib, bugun mana hozir Davlat xavfsizlik xizmati kubogining mini futbol musobaqasiga start berildi. Musobaqada hamma mahalla fuqarolar yig'inidan jamoa qatnashyapti. Mana shu Davlat xavfsizlik xizmati kubogi futbol musobaqalari ham har yili yangi nomlarni kashf qilyapti. Masalan, o'tgan yili va undan oldingi yillarda mana shu musobaqalarda g'olib bo'lgan sportchilarni seleksiya orqali Neftchi va Qo'qon 19-12 jamoalariga jalb qilingan. Musobaqaning ochilish marosimi katta tantanaga aylanib ketdi. Uyushtirilgan tadbirlar davomida kitobxonlik, ona tabiat durdonalari, osh musobaqasi, harbiylar ko'rgazmasi, shashka shaxmat bellashuvlari marg'ilonliklarga ko'tarinki kayfiyat hadya etdi. Ushbu bellashuvning bu yilgisini aynan Bahrin mahallasida tashkil etilishining ham o'ziga xos sabablari bor. Bundan 2 yil avval bahrinlik yoshlar Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining respublika bosqichida qatnashib, kuchli uchlikdan joy olganliklari bois mahalla hududiga zamonaviy streetbol maydoni qurilib, mahalla yoshlari ixtiyoriga topshirilgandi. Shu kuni zamonaviy inshoot yoniga yana bir mini stadion qurilib, foydalanishga topshirildi. Ushbu sport maydonining ochilish marosimi esa mazkur hududda istiqomat qiluvchi o'g'il-qizlarga bayram sovg'asi bo'ldi. Unda so'z olganlar Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bellashuvlari mahalla yoshlarini birlashtirib, vatanparvar yoshlar sonini orttirayotganini alohida e'tirof etishdi. Yangragan kuy-qo'shiqlar, harbiy orkestrlarning bayramona chiqishlari barchaga ko'tarinki kayfiyatni hadya etdi. Qur'a tashlash marosimidan so'ng dastlabki raqiblarni bilib olgan futbolsevarlar qiziqarli uchrashuvlarni boshlashdi. Mahalla yoshlarining xuddi professional o'yinchilar singari maydonda harakatlanishlari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Eslatib o'tamiz, Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining dastlabki bosqichi aprel va may oylari davomida o'tkazilib, kuchlilarni saralashga xizmat qiladi. Musobaqalar viloyatning boshqa shahar tumanlarida ham ana shunday ko'tarinki kayfiyat bilan davom etmoqda. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev, Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.